Bilasizmi, men kofir bo'lganman. Subhanalloh. Meni onam kofir o'tgan. Bu juda ham achchiqli haqiqat. O'z yaqinlaringiz vafot etganida, alhamdulillah, barakallohu fikum. O'z yaqinlaringiz vafot etganida, ularga bu dunyoda bera olmagan narsalaringizni qoplash imkoniyati bo'ladi. Men buni qila olmayman. Agar sening yaqinlaring musulmon bo'lsa, seni onang va otang musulmon bo'lsa, agar ular haj qilmagan bo'lsa, sen ular nomidan haj qilishing mumkin. Sadaqa bera olmagan bo'lsa, ular nomidan sadaqa bera olasan. Sen ular uchun duo qilishing mumkin. Lekin men o'z onam uchun hatto duo ham qila olmayman. Tushunyapsanmi? Senga qanday ne'mat berilganligini. Har bir jon o'limni totguvchidir.